Assalomu alaykum, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang muxlislari. Mana bugun yegomislarimizni kliplarimizni ilash jarayonlari o'tkazyapmiz. Inshaalloh bu yegomislar tayyor bo'lgan. Kliplarimiz o'ta sifatli darajada 5lik ilakda o'tkazib beryapmiz. Mana bu yegomislar o'ta kuchli darajada, sifatli darajada tayyor bo'lgan. Kliplarimizga ilab qoplay keltirib beramiz. Yegomizga Kaliforniya chuvalchang qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalar bosib qo'yamiz. Videomiz keng tarqalishi uchun. Podpiskatsiya bo'lmagan o'rtoqlar obuna bo'lib qo'yamiz inshaalloh. Yangi chiqargan videolarimiz birinchidan yetib borasizlar. Mana bunday sifatli yegomislar qanday tayyorlanishi, chuvalchanglar qanday ko'parishi sizlarni o'rgatib o'tamiz. Pul topishga qiynalib yurgan aka-ukalar bo'lsa, bunday oddiy mol go'ngidan yiliga bemalol 5000-6000 pulga topsa bo'ladi. O'ta sifatli darajada bu yegomislar tayyor bo'lgan. 100% granul shaklda. Mana shunday yegomislarni qoplab tintamizga yetkazib beramiz. Qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalarni obuna bo'lganlar obuna qilib qo'yishni unutmaymiz. Anda qiziqayotgan qiziqarli videolar chiqarib boramiz inshaalloh. Qiziquvchi o'rtoqlar mana chuvalchang qanday yetishtirishni batafsil tushuntirib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.